Ana hozir endi 76 ga kelyapman, qari deganda chiridi-ku. Qardim, onam rahmatli shu boshimdan, yelkamdan chelakda suv quyaveradi. O'zimni tutunimga o'zim ko'rimda ketganimni to'xtatardi. Badanni yoshartirish uchun shu lokillab yugurish degan bir qadimiy bir san'at bor ekan. Odamzod aqliy tarbiya bilan jismoniy tarbiyani teng olib ketadigan bo'lsa, umrda keyin komil inson bo'lib ketar ekanda. Mana 5 o'g'lim borda, 8 ta qizim bor. Hammasi o'zini ijod kashfiyoti bilan Saidjon tog'a 76 yoshda. Ular xuddi yosh yigitlardek harakat qiladi. Karate va sportning barcha turlari bo'yicha shug'ullanadigan. Orqada ko'ryapsiz, mana juda ham zo'r turklarni amalga oshiryapti. Onam rahmatli shu sovuq suvda boshimdan yelkamdan quyib shunaqa quyardiki, yoshligimda men doddirdim, men tushunmasdim. Nima bu, qanaqa bu, nima oqibati desam, shu o'zimni tutunimga o'zim ko'rimda ketardim. Keyin o'zi qurib qolardim. Qishin yozin shu suv, keyin bildim shu suvni badanga naqadar foydaligini shu yoshligimdan bildimki, o'zimni qishda ham, yozda ham yalang'och turardim. Onam rahmatli shu boshimdan, yelkamdan chelakda suv quyaveradi. O'zimni tutunimga o'zim ko'rimda ketganimni to'xtatardi. Doddirib men tushunmasdim. Nimaga bunaqa sabab desam, aytardiki, bolam bu dunyoda yashash juda qiyin. Bu dunyoni o'zini bir sinovlari bor. Bu sinovdan o'tish uchun shunaqa bo'lish kerakki, o'tda yuymas, suvga cho'ymas, badan tarbiya bo'ladi. Bu suv odamni tarbiyalaydi, badanni chiniqtiradi. Keyin o'sha onamiz rahmatli shu yana shu bir qilog'i bor ediki, onamiz rahmatli ediki, o'sha o't yoqsa ham, tandirga o't yoqsa ham, o'choqqa o't yoqsa ham o'tlar to'plab yuraverdi bo'ladi. Yurdi. Nimaga desam, yuraver, bu qo'rqmagansan, bu yurgin, yoshligim yur, nimaga desam, bu hayot, bu o't olovdan ham qiyin bo'ladi. Bu sen shunaqa odam bo'ldingki, sen shu o'tdan qo'rqmagan, shu tabiat bilan do'st bo'lgan, moslashgan, badan tarbiya qilgan, o'tda kuymas bo'lgan, mana shu suvda cho'ymas bo'lgan, shunaqa komil inson bo'lgan bo'lamdi. Shu onam yoshligimdan shu tarbiya qilaveradi. Men tushunmasdim, yosh edim-da endi. Keyin shu onam sabab shu sportga kirib ketdim. To'xtovsiz muntazam ravishda shu gimnastika bilan, nafas gimnastikasi bilan biz ham qaridik, qarisak ham to'xtamasdan yoshlarimizga ibrat bo'lsin deb shu badan tarbiya bilan qilib, mana shu o'zimizdan shu o'zimizni eski turon san'atimiz bor, qo'l san'atimiz bor, mana shu akrobatik gimnastika badan tarbiyalari bilan shu qo'ldan kelgancha yoshlarimizga ibrat bo'lsin deb qariganimizda ham mana shu to'xtovsiz muntazam ravishda badan tarbiya shug'ullanib, hozir endi 76 ga kelyapman, qari deganda chiridi-ku. Hali hamon endi qarigan sari hayot tajriba oshar ekan. Endi o'zimizni mana mustaqil O'zbekiston yoshlarimizga jinday ibrat bo'lsin deb o'zimizni shu jinday san'atimizni, ijodimizni ko'rsatib, yoshlarimiz, O'zbekiston yoshlari o'tda kuymas, suvda cho'ymas, yengilmas, komil inson bo'lyapti. Bunga jinday o'zimizni hissamizni qo'shyapmiz. Hozir Saidjon tog'a bilan tushunishib ko'ramiz. Qani. Tog'a ancha baquvvat ekan. Badanni yoshartirish uchun shu lokillab yugurish degan bir qadimiy bir san'at bor ekan. Shu lokillab yugurish bilan shug'ullanaman. Odam badani yosharib ketar ekan. 80 ga kirgan odam 40 yoshga kirib qolar, o'xshab qolar ekanki. Shuning uchun shu bu endi eski qadimiy o'zimizni Abdu Ali bin Sino hazratlarining shu san'atini o'qidim. Luqmon Hakimni badan tarbiya san'atini o'qidim. Shu Aflatun, Gipokrat, Aristotel, o'sha o'zimizni eski ota-bobolarimiz albatta ular ham badan tarbiya bilan, ruhiy tarbiya bilan juda chuqur shug'ullangan ekanda. Shuning uchun shu mana shu odamzod aqliy tarbiya qilaversa ham badani juda zaif bo'lib ketar ekanda. Kitob o'qiydi, badan tarbiya qilmay qolar ekan, bu aqldan rivojlanadi, lekin badan juda zaif bo'lib ketar ekan. Shuning uchun odamzod aqliy tarbiya bilan jismoniy tarbiyani teng olib ketadigan bo'lsa, umrda keyin komil inson bo'lib ketar ekanda. 18 ta tuqqan onamiz rahmatli o'tib ketgan. 90 ga otamizni o'tib ketgan. Otamiz ham onamiz ham xalq qahramoni bo'lgan. Urushdan ba'da urush ba'da xalqqa xizmat, oliy himmat qilgan. Suvga tug'ishadiganlar bor Hindistonda. Suvga tug'adi-yu, ayollar suvga tug'ishar ekanki, o'sha suv bilan do'stlashish, suvdan qo'rqmaslik, suv ham odamning o'zi suv yani. Shuning uchun tabiat bilan do'stlashib, shu beozorlikda, shu
o'tga ham suvga ham beozor bo'lish, u bilan do'st bo'lish, tabiat havo bilan, qish bilan, yoz bilan hamohang yashash tarzdagi shunaqangi beozorlik bilan muomala qilish. Shu o'tga ham beozorlik muomala qilish, suvga ham shu bilan do'st bo'lib, undan jirkanmaslik, undan qo'rqmaslik, u bilan faqat shu murojaat mador do'st bo'lishlik bilan erishlar ekan buni. Mana 7 ta o'g'lim borda, 8 ta qizim bor. Hammasi o'zini ijod kashfiyoti bilan, bolam o'qituvchi, bitta bolalarim hammasini o'zi xalqqa xizmat oliy himmati bor. Shu Hindistonda san'ati bor, yo'q san'ati, unga ham qiziqardim. Keyin o'sha mana o'zimizda qo'l san'ati bor, karate san'ati bor, Shaolin manaxlar san'ati bor. Keyin nima deydi? Shu qadimiy Turon san'ati bor. Shularga muntazam ravishda shular bilan shug'ullanib, boshida bir cho'qida shug'ullanayotganda kuyib ham qoldingizmi? Bunisini men eslolmayman, lekin oldin endi mana to'ylarga olib ketishardi. To'ylarda yoshligimda o't yoqib berishib, to'y sho'x tevasida yurib ashta nima qilishardi. Yoshligimda buni hech kim tushunmas, o'zim ham tushunmasdim. Keyin bilsam bu ham bir san'at ekanda bu ham. Instagram sahifasida eronlik bir inson qo'llari orqali yog'da tuxum qo'g'irayotganini ko'rgan edim. Saidjon tog'a ham kam sonli iste'dod egalaridan ekan. Yonib turgan cho'g'da yurishlariga hamma lol qoladi. Videoda ko'rgan mashg'ulotlarni takrorlab ko'rmang. Bu hayot uchun xavfli. Mushtum uchun maxsus jurnalning muxbiri Ozodbek Sharobiddinov tayyorladi.